Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yangi O'zbekistonning qadri baland insonlari. Aziz kitobxonlar. O'lkamizga yam-yashil sepini yoyib, o'zbekning qadimiy, azaliy bayramlaridan bo'lmish Navro'z ayyom tashrif buyurmoqda. Ushbu bayram munosabati bilan siz aziz yurtdoshlarimizni, kitobxonlarimizni Izboskan tuman axborot kutubxona markazi ma'muriyati va xodimlari nomidan muborakbod etamiz. Sizlarga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, xonadoningizga fayz va barokat, ishlaringizga omad tilab, sizga ushbu she'riy tuhfamizni havola etamiz. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning Navro'z she'ri. Avval yuragingga mo'raladi u, so'ngra kurtaklarga o'rgatadi so'z. Zaminning ko'zidan qochadi uyqu, demak bahor keldi, kelmoqda Navro'z. Qishning ahvoliga boqib hoynahoy, yum yosh to'kmoqda eriyotgan muz. Jilva qilayotir tengsiz bir chiroy, demak bahor keldi, kelmoqda Navro'z. Ona bag'ri kabi iliqdir olam, harir hovur ichra yayrar dalatuz. Qoldi puchmoqlarda xazon yag'liq g'am, demak bahor keldi, kelmoqda Navro'z. Yana ko'ngillardan rutubat ketdi, yana shu'lalardan qamoshmoqda ko'z. Yana dildorlikning fursati yetdi, demak bahor keldi, kelmoqda Navro'z. Do'stlar, bahor keldi, kelmoqda Navro'z. Yana bir bor 21-mart Navro'z ayyom bayramingiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar.